Do'stlar, Ispaniya Futbol Federatsiyasi prezidenti Luzan va Barselonaga kubok topshirildi. Barselona 2025-26-yil, xullas 2026-yilni chempionlik kubogi bilan boshladi. Stadionda bayram va Rafinha o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrinni qabul qilib oldi. Ikkita sovrin, bilmadim bittasi qaysi. Mana Rafinha. Do'stlar, Rafinha bilan va Rafinhasiz Barselona ikki xil jamoa ekan. Ko'rdingiz, u ishtirok etgan o'yinlarda Barselona umuman boshqacha harakat qilganini va bugun aynan u o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Barselonaga mana shu kubokni qo'lga kiritishga juda katta yordam berdi. Hozir Robert Lewandowski ham kubokni ko'tarish bilan band va bu yerda o'tirgan muxlislar, Barselona muxlislari, futbol muxlislari, Real Madrid muxlislari umuman birgalikda nishonlashyapti va do'stlar, mana shunday. Saudiyadagi bizning mana shu safarimiz hali tugamayapti, lekin futbol o'z nihoyasiga yetdi. Bu uchun markaziy sektor jamoasiga, bizga yordam bergan barchalarga, bizning jamoadagilarga rahmat aytaman do'stlar. Va bu yerda mana ko'ryapsiz, sharhlash kerak edi Muhammad Ali. Bugun stadiondan o'tirib ko'rdik do'stlar. Birgalikda tomosha qildik. Muhammadjon Orif Tolipov bu yerda edi. Shu do'stlar, hammaga rahmat.